Tracker 1.2 turbo O'zbekistonda ishlab chiqarilgan varianti metanda yuradimi yo'qmi degan klientlar uchun mana shu videoni yuborib qo'yasizlar. Ketdik bo'lmasa. Eng full varianti Trackerga qanday ishlaydigan klientlarimiz uchun turtiladimi, o'chib qoladimi, chek yonadimi degan klientlarimiz uchun mana shunaqa uстановка qilsangiz hech qanaqa muammolar kuzatilmaydi. MNC 304 mnogo funksional blok upravleniyamiz zajgan astrob beruvchi fanda o'rnatib berganmiz. Bu tomonda Dakota IG07 skrasnoy injektorimiz, AT12 italyanskiy reaktor bilan montaj qilib berganmiz. Avtomobil 100% gazda yuradi. Hech qanaqa turtilish, chek yonishi, galalot yonib qolishlari kuzatilmaydi. Balon o'rnatilishi juda ham ajoyib bo'lib turadi. Qachonki buni mutaxassisga o'rnatsalar. Balonlar hech qanaqa ko'tarilib qolmaydi o'z polkasidan va polkasidan qo'yib ko'rsatamiz. 3 dona o'tsalib qo'yib berganmiz. Taylarni shu izolyatsiya qilib, ustanovkamizni bahosiga juda e'tibor berasizlar. Hozir Ramazon oyida 10 million 700 ming so'm ana shu eng full variantli ustanovkamizni qilib beramiz. 2 yillik kafolati bilan zapchaslarimizga, yo bo'lmasa 100 ming kafolati bilan. Avtomobilimizga zavodskoy o'zini poliga. Tag qismida esa metan balonimiz o'rnashib turibdi. Trackerchilar bitta layklardan salomat bo'lasizlar.